Jigarlar, birinchi marta bunday video murojaat bilan ishlayapman. Iltimos videoga befarq bo'lmanglar. O'zimizni qadrdon akamiz ajoyib suxandon to'ylarda, konsertlarda suxandonlik qilgan Bejon akamiz oldiga kelganmiz. Odamimiz farzandi Xurshid Shoh Jaydari bloger davramizda. Hozirda Jigar seriali 4-bosqichda boshdan o'tkazyapti akamiz. Akamizni hammamiz juda yaxshi taniymiz. Doimo xalqimizga yaxshi kunlarda yelkama-yelka turgan akamiz. Biz ham hozir akamizga yelkama-yelka turishimiz kerak. Akamiz srochniy Hindistonga davolanishga borish kerak. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Akamiz o'zlarini ham ozmi ko'pmi yig'ib qo'ygan mablag'lari bor. 2000 mi 3000 dollar chiqib qoladi. Lekin bu yetmaydi. Chunki Hindistonga borishga hammamiz juda yaxshi bilamiz. Qancha mablag' ketadi, qancha summa ketadi bilamiz. Ehsonni joyini topib qo'ydim azizlar. Shuning uchun hozirroq pastda katta raqam qoldiraman. Akamiz o'zlarini katta raqamlarni